vaziyat muhokama. Bugün çislak 2022 yıl 5. ayının 16. günü. Prezident Joe Biden yakında Asya'ya, Tokyo, yani Kore'ye ziyaret çıkardı. Bu birinci vaziyet vatandaşım. İkincisi Ukrayna Devlet Müdafiə Ministerliğinin ministeri dedi ki, bazı 6. aygacha urushning umumiy vaziyatida burilishni ko'ramiz. Yilning oxirida urush oxirlashadi. Shundaqla Shadow deydi ki, onun Ukrayna ismini nima ekanligini topolmadim. So'zma-so'z tarjima qilsangiz ilon orali deb anglab turayli. Bu Krimiya bilan Ukraynaningki shu g'arb janub taraf turib, shu tarafga to'g'ri keladigan orol. Dastlab Rossiya mushiga hujum qildi. Hozir shu yerga Ukrayna Davlat Müdafiə Ministerligi 100 nafar fidoilar qo'shinni tashdi. Demak, bu Krimiyaning bosog'isi degan. Andan keyin Yevropa İttifaqı Amerika Qo'shma Shtatlari birlashib boshda aytdik. Urushning orqa tarafida turib, bu Mashanshinbinning xabari turib, Amerika ve Avrupa İttifaqı Jungo'nun kanini bo'ldi. Bu mekesson. Bundan keyin, bundan evvel 2 gün bir yak tünügün Amerika Qo'shma Shtatlarının dengiz armiyasi 8 tane F-35 belgilik aeroplanni Janubiy Koreyaga yo'lga soldi. Bu endi bu Çavuşan üçün aytganda ig'ir vaziyat bo'lishi mumkin. Hozir yuqumliq viraj Çavuşanning ko'chalarida bir odam qo'ymadi. Hatta u yoq bu yoq yugurib yuradigan hayvonlarmi yo'q. Masalan, Pyongyangda shundaqla qarasangiz bir odam ko'rinmaydi. Bu yuqumliq virajdan kelgisi. Anadagi yana bir xabarda mushu yilning oxirigacha yoki 20 qurultay echilgicha Rais Xi Jinpingni vazifada elib o'tish. Andan başta deyişim kerakida unutib qoldim. Mashinro apandi az kunda siz Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetining komissari Michel Bacheletni qarshi olasiz, kutib olasiz. Anglasam radiodik inkasta ve izla xabarlar maqolalarda Mashinro nutuq so'zlab Mashinro Rimribada maqola e'lon qilib, biz Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonida yo'lga qo'ygan siyosatlarni, burungi siyosatlarni o'zgartmaymiz dedi. Mening sizga beradigan javobim Mashinro apandi, o'zgartmaymiz degan gap og'zingizdan chiqmasin. Agar o'zgartmaydigan shunda qat'iy niyat kelgan bo'lsangiz, o'tgan yil 12 ayning 23 kun bir kechada yuz bergan o'zgarishni yana qanday til bilan tasvirlashingiz mumkin Mashinro apandi? Siz Urumchiga qanday kelib qoldingiz? Chinchivanga qanday Urumchidan ketib qoldi? Bu o'zgarish emasmi? Endi uning natijasini oldimizda ko'ramiz Mashinro apandi. Siz ko'rasiz. Yani bir noktada eğer Jungo'nun şu özgürlük 100 birdiğen bolsa bugünkü bir haberde yani Govingo'nun diyeyim bir haberde 100 birdiğen bolsa internet tor betleri eçiliviti dudut. Takıp algan tam yoki uçuyor alaqan takıp algan tam eçilip gitti dudut. Lekin tünügün haberde Rais Xi Jinping'nin buyruğu bilen chet elden kirip çıkan her qanday telefon çeklendi. Bunun sebebi nime? Bilgili olmaydı. Chet elden bütün alaqı çeklendi. Hazır meyli içki cihette, meyli taşki cihette vaziyet müşiyek kelgende Mashinro apandi sizden aldığınızdaki birden bir vazife Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mihmallarını dep turaylı. Ümekni yoki ziyorat qilguvchi ümekni qarshi oladigan mushu paytda ketgandan keyin yoki ketish oldida hozir sizga kelayotgan bir ish jazo lagerini qanday bartaraf qilish, qanday bekor qilish, umumiyni qo'yib o'tishmi, bir-birlab qo'yib o'tishmi? Zodi nima? Beshingizda og'irtiradigan ish mushu ish. Chunki Jungo'da zo'r o'zgarish yuz bersa, Xinjiang yoki mustamlik Uyg'uriston buning sirtida qolmaydi Mashinro apandi. Qarang, bugun o'xshash Shanxay bilan Xinjiang, ya'ni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni o'xshashli bo'lib qoldi.
Siz u yerda diktator bilan majburlab elib kirdingiz kishilarni, Uyg'ur sen deb nazarband qildingiz. Shanxayda diktator bilan uyga har bir Shanxaylikning turmusiga aylandi. Ko'rdingizmi? Xudoning kuchini Mashinro efendi. O'xshash. Bugungi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni, bugungi Shanxay o'xshash. Hozir dedi ki 80% adam Shanxayga kirolmaydi deb. Hatta 80% adamı Şanxaydan chiqolmaydi. 50-yillarda sizlar bizga birinchi bo'lib eg'iz ochib, tarbiya, ma'rif tarbiyasi, tarbiyaviy ma'rifni yo'lga qo'yganda itlar va junguliqlar kirmasin. Buning o'zi nima? Shanxaydagi konstitutsiyalarga chaplab qo'yilgan xat. Angliya, Fransiya, Germaniyalar ijaraga olgan Shanxayda burjaklarga shundaq BBSga eslab qo'yilgan edi. O BBSga nima deyilgan edi? İtlar bilan junguliqlar bu konstitutsiyaga yaqin kelmasin, bizning rayonimizga kirmasin deb esib qo'ygan taqdirda. Ko'rib beqing Mashinro efendi. Hozir Shanxayliklar uylarga turma qilib, turmul shuya kirib ketdi. Nazarband qilindi. Shanxayning har bir ko'chasida mengib shugan kishilar yanada chet ellik va chet elliklar yetilib olgan shit. Shanxaylik emas. Qanday qilasiz? 70 yildan keyin, 70 yil burungi vaziyatingiz, 70 yildan keyingi vaziyatangizda nima farq bor, Mashinro efendi? Yani şunu aytib qo'yay, Joyinkang Urumchini bosdi. 7 ayning 5-kuni 2009-yili Uyg'urlarni bosdi. Govingoyning 2018-yil 9-ayning 3-kuni New Yorkda so'zlagan so'zi bo'yicha Govingoy 500 dan ortiq Uyg'ur Urumchida tirik ko'mildi. Yerga tirik ko'mildi. Şu Uyg'urlarni yerga tirik ko'mgan, şu Uyg'urlarni bostirgan Xitoyning qurolli soqchi qismlarining soldatlari, askarlariga mukofot tariqasida hammasini yo'tkab kelib Shanxay shahriga o'rlashtirgan edi. Buguncha ular yana shunday soldatmi? Ular yana shunday qurolli soqchi qismlarmi? Ular shunday askarmi? Askeri yok, taskiri yok, qaroqi yok. Bütün Shanxay nazarband qilin. O Urumchida Uyg'urni tirik ko'mdi. Bugun o'zi Shanxayda uyga tirik nazarband qilin. Dunyomi shu? Sen bandi sifatida qilib olasan, qo'lingga keldigan ishni Xudo bo'lsa oldirmaydi. U mu o'z navbatida har qanday qiladigan ishni qiladi. Qarab baq. Mashinro efendi, bugungi Şinjan senin nazaretin kontrolluğun ostidagi Şinjan. Bugungi Shanxay yana o'xshashlar. Senin yani Kompartiyaning kontrolluğun nazaretiga Shanxay. Hozir Shanxay bardoshlik beraylik deb berem deganim, o ko'tarilib namoyish qilib deganim qul tabiatli Xitoyda namoyish o'ttirg'i chiqmaydi, mana bilib ol. Mashinro efendi. Biroq o ocharchilikqa bardoshlik beraylik deb berem. Şu vaqtda Shanxayda bir yosh shundaq debdi, biz eng oxirgi avlod biz degan gapni debdi. Hozir Xitoy obzorchilari, demokratlar xilma-xil tahlil qilyapti. Ehtimol uni degan so'zi biz eng oxirgi avlodmiz degani, sen bizga zulm salab ol, sening mustaqillik jamiyatingni mushunchalik yashadik, mush yashagan avlod biz eng oxirgi avlodmiz. Keyingi avlodlar sening hukmronliging ostiga tushmaydi. Chunki sen Kompartiya halak bulursan. Tarih sahnesinden, siyaset sahnesinden düşürsen. Düşüdüğü vaxtın yetip geldi. Şuna biz en ahırkı evlatımız. Şuna biz bugün Shanxayda öy nazarband qilindıq debdi. Mashinro efendi şunu sizga aytadiğini hozir tayyorlik qilish. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaytidi. Bo'layotgan o'zgarishlarni ko'ryapsiz, dunyoviy o'zgarishlarni so'zlab berishimning hojati yo'q. Nazarbandni bekor qilasiz, sizning tayyorlig'ingiz mana mush ish. Men shunday o'ylayman. Ham siz shunday qilishingiz kerak. Jungoning vaziyati shu kelib qoldi. Nima degan gap cho'chidingizmi? 20-qurultaydan bir oy Xi Jinpingni elib tashlash katta gap bu. Mayli qila olsin, qilolmasin, Jungoning ichki qismida mayli xalqaro jamiyatda buning diqqat qilayotgan nazar Muşuna hammasi qo'shib kelganda 20-qurultaydan bir Xi Jinpingni elib tashlash.
Mesela gepken başımre efendi.